Men Aliva Shahnoza 15 yildan buyon tikuvchilik etaman. Ko'plab shogirdlar chiqardik. Maktablarda to'garaklardan dars berdim. Hokimimiz yordamchisi tomonidan kambag'allikni qisqartirish maqsadli jamg'armasini ajratilgan subsidiya asosida o'qitish haqida bizlarni ogohlantirdi. Biz o'quvchilar jalb qildik. Mahalla yettilligi yordamida mezonlar asosida bizlarni ko'rib chiqishdi va bizni loyiq deb topib, rahmat davlatimizga bizga hozirgi kunda subsidiya ajratib beryapti. Prezidentimiz tomonidan ajratilgan shunday bir imkoniyatlardan foydalanib 5 qizni subsidiya asosida o'qityapmiz. Kambag'allikni qisqartirish davlat maqsadli jamg'armasidan shogirdlarimga stipendiya beriladi, o'zimdan subsidiya beriladi. Subsidiyadan ajratilgan mablag'ni kerakli tovarlarga, xarajatlarga ishlatamiz. Yuvansaga plyus. Zo'r, ajoyib. Foydalanish kerak bunday imkoniyatlardan. Ders jarayonimiz haftada 5 kun, 2 kun amaliy, 3 kun nazariy bo'ladi. Yakundagi narsalarni o'rgatib turibmiz. Kelajakda Xudoyim shunday ajoyib tikuvchi bo'lib chiqadi degan umiddaman. Kelajakda o'zimni ham yaxshi qilib, qo'limdan qanday hunarim bo'lsa o'rgatib turibman, Xudo xolasa. Ustoz bizlarga mehr bilan, sabr bilan mana shu ko'rpa to'shaklarni tikishni, bichishni, to'qishni sabr bilan o'rgatyapti. Xalqqa xizmat etib turganimizdan xursandman. Kelajakda faoliyatimni yanada rivojlantirish maqsadim bor. Ayollarga harakat qilinglar deyman. Davlatimiz qarab turmaydi, harakat qilgan ayollarni qo'llab-quvvatlaydi. Yangibozor tumanida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 11-martdagi kambag'allikni qisqartirish davlat maqsadli jamg'armasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 158-qaror ijrosini ta'minlash maqsadida ustoz shagird an'analarini asosida yoshlarga hunar o'rgatayotgan hunarmandlarga shogirdlar tayyorlash, zarur xomashyo sotib olish va shogirdlarni ish haqqi bilan ta'minlash uchun 6 oy davomida subsidiya ajratilib kelmoqda. Bu subsidiyalar kambag'allikni qisqartirish davlat maqsadli jamg'armasi buyrug'iga asosan bizning Yangibozor tumanimizda 7 nafar hunarmandga har oyda 7,5 million so'm subsidiya ajratilib kelmoqda. Bu tumanimizda 7 nafar hunarmand bugungi kunda 35 ta shogirdni hunar o'rgatib tarbiyalab kelmoqda.